Assalomu alaykum. Bizni YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan aziz birodarlar, qadrli kuzatuvchilar, yana bitta ishimiz o'z yakuniga yetdi. Bu yerning manzili Farg'ona viloyati Yozyovon tumani To'raqo'rg'on mahalla fuqarolari yig'inida bo'ldi. 2 dona o'sha bir qanotli eshik yasab o'rnatib berdik. Bu yerning manzili shu. Xo'p, razmerlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 90 ga 230. Bunisi ichkariga 10 ga, narigisi ichkariga chapga ochiladigan bo'ldi. Xo'p, aynaklari 2 qavatli. Aynaklari 2 qavatli bo'ldi. Pastki ko'zlari gulli, Evrika gulli bo'ldi. Teva ko'zlari oq bo'ldi, yorug' bo'lish uchun. Mana ichkaridan ko'rinishi. Xo'p. Biroz qorong'ulik qilyapti. Yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa uzr so'raymiz. Mana. Alyumin butilchalari. Ichkarida ko'rinib turibdi mana. Xo'p, ochilib yopilishlari yaxshi. Kimga shunaqa eshik-romlar kerak bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Narxlariga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsak, xo'p, shu 2 eshigimiz, bir qanotli eshigimiz, 2 qavatli aynagi tayyor bo'lishi 3 millionga to'xtadi. Olib kelib o'rnatib berish bilan. Mayli, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.